Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mening yurtim telekanalining eng ashaddiy muxlislari New Talents hamda Mening yurtim telekanali hamkorligida o'tkazilayotgan Gold Talents loyihasini qabul qilishingiz mumkin. Yuqori kayfiyatni va umuman olganda O'zbekistondagi eng iqtidorli yoshlarni talantlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, ekrandan uzoqlashmang. Demak, biz boshladik. Aytish mumkinki, Gold Talents loyihasi bu O'zbekistonda ilk bor musiqa va san'atning 15 ta turini o'zida qamrab, yangi iqtidorli yoshlarni kashf etishni maqsad qilgan. Demak, siz loyihamiz davomida eng iqtidorlarni tomosha qilishingiz mumkin va bizda hakamlar hay'ati a'zolari bor. Ularni mamnuniyat bilan e'lon qilaman. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi professori, kompozitor, Do'stlik ordeni sohibasi Xurshida Hasanova hamda O'zbekiston Davlat konservatoriyasi huzuridagi Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti katta o'qituvchisi Kamila Jalilova. Nihol davlat mukofoti sovrindori xonanda Mushtariy Zafar. Yana bir bor assalomu alaykum. Hakamlar hay'ati a'zolari, demak Gold Talents loyihasi davomida O'zbekistondagi eng iqtidorlilarni kashf etish va ularni qobiliyatini to'g'ri baholash bu aynan sizning qo'lingizda bo'ladi. Demak, hozir birinchi yo'nalish estrada xonandaligi bo'yicha birma-bir ishtirokchilarni taklif etamiz va ularning iqtidorini ko'rib aniqlay olasiz. Qarsak chalib, o'rningizdan turib ketish ehtimolingiz ham juda yuqori. Tayyormisiz? Boshladik unda. Demak, kutib olamiz. Gold Talents televizion tanlovining birinchi ishtirokchisi Hakimjonov Sayfiddin Abdulhay Karimov ijodidan Onajonim qo'shig'ini ijro etadilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Farzandingizni jonli tarzda kuzatib turibsiz ijrosini. Ona sifatida hissiyotlaringiz qanday? Bundaqa baxt har bir onaga har bir ona bu baxtga yetishni xohlardik. Bu darajaga keltirish, kichkina bolani bu darajagacha kelishi oson emas. Avvalambor ustozlarga rahmat, hamma ishtirokchiga omad, ota-onalari, ustozlari shu yergacha olib kelishganiga rahmat. Bolajonlarning quvonchi cheksiz. Har bitta bola shu darajagacha yetishini onalar farzandini orqasidan faxrlanib yurishini xohlardik biz ham. Sayfiddin, kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi. Hayajon bo'lmadimi? Yo'q. Zo'r. Ana endi hakamlar hay'ati marhamat qilib Sayfiddinning ijodiga baho berishingiz mumkin. Asal Sayfiddinjon, yoshingiz nechida? 7da. Voy, 7dami? Men sizni bir 5 yosh bo'lsangiz kerak deb o'yladim. Rahmat. Juda ham chiroyli qo'shiq kuyladingiz. Qiyingina qo'shiq tanlagan ekansiz. Lekin sizga tavsiyalarim bor. Ustozlaringiz bor-a sizni? Ha?
Ha? Ustozlaringiz bormi sizga qo'shiq o'rgatadigan? Ustozlarim bor. Voy, mana shu ustozlaringizga demak ko'proq bu meni tavsiyalarim. Sizga yoshingizga mos bo'lgan qo'shiqlar ayttirishsa juda yaxshi bo'lardi. Chunki siz hali 7 yoshsiz. Bunaqangi hali baqiradigan, baland haligi nima desamkin, biz faqat qo'shig'ingizda shu kimgadir baqirib onajon deganingizni eshitdik, lekin kuylaganingizni kamroq eshitdik. Sizga shu ko'proq kuylanadigan yoshingizga mos qo'shiqlar tanlab berishsa repertuaringizga juda ham yaxshi bo'ladi. Lekin o'zi juda ham bir artistичный bola ekansiz. Kelajakda sizga omadlar tilab qolamiz. Rahmat. Rahmat. Rahmat kattakon. Rahmat Sayfiddin. Omad tilaymiz. Xo'p. Charchamang. Va navbatdagi ishtirokchimizni taklif qilishimiz mumkin. Mirhokimov Mirziyod. Marhamat. Мирзиёт. Очень приятно было слушать эту песню. Ты большой молодец, что ты сегодня выступаешь на этой сцене. Ты, наверное, тоже рад этому. Небольшие замечания хотелось бы сказать. Вот песня «Ты морячка, я моряк» Олега Газманова. Хотелось бы, чтобы ты, когда поешь песню на каком-то другом языке, чтобы ты знал смысл этой песни, потому что немножко непонятно было, о чем песня. Вот. И хотелось бы, чтобы тональность немножечко тебе подняли, потому что некоторые слова, которые были внизу, не было слышно песни. Ты некоторые ноты просто не пропел. Просто пожелание такое. Naqoratini sal ko'tarish kerak edi. Chunki siz naqoratda "Ты морячка, я морякni" ovoz past bo'lib qoldi, sizni eshitmay qoldik. Bu endi kattalar uchun moslangan minusovka-da bu. Shuni sal agar siz ustozingiz sizga tanaligini ko'tarib berganlarida biz siz «Ты морячка, я моряк» deganingizni juda ham yaxshi eshitgan bo'lardik. На каком бы вы языке ни пели, надо петь правильно. Rahmat sizga. Да. Nega chaman istamasyan tog' sahrosidan kelmaydi beri, axir qumsar yongan shu ovloq, ne qilsa ham uning vatani. Nega chaman istamasyan tog' sahrosidan kelmaydi beri, axir qumsar yongan shu ovloq, ne qilsa ham uning vatani. Shu bir yantoqchalik bo'lmasam, bolam dema vatanim mening. Shu bir yantoqchalik bo'lmasam, bolam dema vatanim mening. Beshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Beshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Har balodan avaylab asrab erkalatib kaftida tushgan. Har balodan avaylab asrab erkalatib kaftida tushgan. Xizmatingda turmasam seni, bolam dema vatanim mening. Agar qadring bilmasam seni, bolam dema vatanim mening. Xizmatingda turmasam seni, bolam dema vatanim mening. Xizmatingda turmasam, bolam dema mening. Yoshingiz nechida Salim? 9 yoshda. 9 yoshda.
ko'rinishlari, kiyimlari juda ham chiroyli, o'ziga yarashib turibdi. Faqat sizga ozgina emas. Endi aytishga majburman Xurshid opa, kimdir aytish kerak, to'g'rimi? Baribir ham ozgina zamechaniyalarimiz bor. Asalim, ovozingiz chiroyli, qo'ng'iroqdek ovozingiz bor ekan. Faqat bu ovozni ustida ko'proq ishlash kerak. Men asosan bu zamechaniyalarni bolamizga emas, o'qituvchingizga aytmoqchi bo'lgan bo'lardim. Diksiya ham juda ham nima deyotganingizni biz aniq tushunmayapmiz va nafas noto'g'ri qo'yilgan va vokal ustida juda ham ishlash kerak. Quloqlaringizni ochish kerak yanada. Tepa notalari juda ham chiroyli. Ovozingiz bor, eshityapsiz. Ba'zida falsh notalar ham bo'lyapti, hammasi bor. Lekin sizni ustingizda yaxshilab ishlash kerak. O'qituvchingiz baqirishingiz kerak emas, kuylashingiz kerak asalim. Bu qo'shiq. O'sha notalarni bemalol olavlar ekansiz. Faqatgina chiroyli ola bilish kerak. Ana o'shanda biz tushunamiz, nima haqida kuylayapsiz, vatan haqida kuylayapsiz. Bu degani albatta vatan haqidagi qo'shiqlarimiz baland notalarda yoziladi. Lekin chiroyli ijro qilish bilan farqi bor-da. Samirbek. Shuning uchun men sizga aytgan bo'lardim. Kelgusida omad va albatta o'qituvchingiz bilan yanada ko'proq ishlashni maslahat bergan bo'lardim. Quloqlaringizni ochish kerak, vokal ustida ishlash kerak va albatta diksiya so'zlariga ham e'tibor berib kuylashga harakat qiling, xo'p? Rahmat. Xo'p. Sog' bo'ling. Katta rahmat, katta rahmat. Shodlik vokal ansambli. To'g'rimi? Ha. Rahmat sizlarga bolajonlar. Bilasizlarmi qanaqa taassurot qoldi menda? Qo'shig'inglar bir o'zgacha qo'shiq, shu qanaqadir bir g'amgin qilib aytdinglar-da. G'amgin qilib aytdinglar. Qanaqadir ma'yus ko'zlaringlar, ayniqsa bu chetdagi bolamiz. Qani quvonch. Qani quvonch, sizlar uchun men quvonib o'tirdim. Keyin bilasizlarmi, ansambl qilib aytganda bir-biringlarni eshitishinglar kerak. Kimdir oldinga, kimdir orqada qolib ketayotgan, bunaqa narsa bo'lish kerak emas. Bekorga ansambl deyilmaydi. Ansambl deganda bir-biringlarni eshitishinglar kerak. Keyin jon degan joyda birdaniga qizchamiz hali baqirib yordilar. Ashulani mana bitta urovingda olib ketyapsizlarmi? O'sha baland pastligi, piano fortoligi ham bir xil bo'lib ketishi kerak. Keyin baland notaga chiqayotganinglarda ozgina notaga chiqa olmayapsizlar. Sizlarda o'sha pripev tomonida, naqorat tomonida sizlarda baland notaga chiqadigan joylar bor. O'sha yerda sal demak tepaga chiqishga harakat qilish kerak va o'shani ustida ishlashinglar kerak. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Meni ismim Oybek. Men 12 yoshdaman. Bugun biz shu Ahmad Haydarovning Ona tilim asarini kuyladik. Biz 27 sonli musiqa va san'at maktabidan keldik. Ijro etayotganinglarda hakamlarni sizlarga bergan fikrlari qanaqa bo'ldi? Bizaga fikrlari to'g'ri aytishdi, chunki bizada ham ancha xato bo'ldi. Marvarid bo'yloqlarim, qaddi bilan tog'larim, saxoratli
Говорят про тех, кто любит, только не умеет петь. Им когда-то, видимо, на ухо наступил медведь. Однажды я узнала тайну. Медведи очень музыкальны, а ночью мишки бегут в припрыжку. Свои гитары и барабаны берут под мышки. И на пушке, на перекрестке двух дорог, 4 мишки под звездным небом играют рок. Оказалось, рок-звездою косолапый может стать, если очень захотеть тренироваться и мечтать. И пусть хотя бы в караоке, а не сидеть в своей берлоге. А ночью мишки бегут в припрыжку. Свои гитары и барабаны берут под мышки. И на пушке, на перекрестке двух дорог, 4 мишки под звездным небом играют рок. Ой, большое спасибо, Кариночка. Прекрасная песня, замечательное выступление. Нам так понравился твой образ, танец. Молодец. Умничка. Удачи тебе. Спасибо. Я исполняла песню «Мишки». Мне очень понравилась сцена, классное жюри. Я бы хотела еще сюда прийти и спеть. On m'a dit souffrance, pourquoi s'acharner, tout recommence. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un poupée rouge, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tu commences, ou ma douce souffrance. Je me ciel la jour, la nuit, je danse avec le vent, la pluie, un bravo, un bras de miel, je danse, 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 et dans la bruit, j'ai cure, j'ai peur, et ce manteau vient là, de là, dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 que d'espérance, sur ce chemin n'est une absence, je borde mes seins, trois mobines, et rien de corps qui brille d'eau de sens. Je remue au ciel le jour, la nuit, je danse avec le vent, la pluie, un bras d'amour, un bras de miel, je danse, 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 danse. Oh, dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Молодец, Арина. Очень хорошее выступление. Очень понравилось нам. Прекрасный образ. Ну, хотелось бы, чтобы вы немножечко посмелее пели. Особенно вот на верхних нотках, где вы поете, немножечко боитесь. И из-за этого как будто вот они не такие яркие. Вот над этим нужно поработать.
А вообще нам очень понравилось. Спасибо большое, вам большой удачи и продвижения. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Горбунова Арина, мне 12 лет, я учусь в 6 классе. Я участвую в этом конкурсе впервые, но атмосфера тут очень хорошая, мне очень понравилось, обязательно сюда приду еще раз. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Qayerdan keldingiz? Diana G'ulomova, Samarqanddan keldim. Bugungi tanlovda nima namoyish etasiz? Vatan haqida, O'zbekiston haqida qo'shiq aytmoqchiman. Qancha vaqt ketdi tayyorgarlik ko'rishingizga? Ko'p, bir oy shu. Tayyorgarlik ko'rayotgan jarayonlaringizda kimlar sizni yoningizda turib qo'llab-quvvatlashdi? Avvalambor Alloh, ota-onam, ustozim, akam ham yordam berdi. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim. O'zimga bek, o'zim sulton, sen taxti Sulaymonim. Yolg'izim, yagonam deyman, to'pengan qo'shonam deyman. O'zing meni ulug'lardan ulug'imsan. Sen xo'jansan, Chingizlarga darvozasini ochmagan. Temur Malik orqasidan Sirdaryoga sakragan. Muqannassan qorachig'i, olovlarga sachragan. Chiroqlarni ko'rgan cho'pon, cho'lig'imsan vatanam. Shodon kunim yo'l o'tgan sen, nolon kunim yo'q o'tgan sen. Yuzing bosib yuzimga, singlim dema onamma. Ilg'imsan vatanam, o'zingsan. Sen shohir osmonlarga chekib turgan chinorim, o'zingsan. Ota desam qizimdek boshiga turgan o'zing, ulug'imsan vatanim. Dianachica, katta rahmat. Judayam bir ajoyib va murakkab qo'shiqni tanlagan ekansiz. Hozirgi mana aytadigan tavsiyalarim nafaqat sizga, balki sizni ustozingizga va bizni efirdan ko'rib turgan ustozlar uchun bo'layotgan mani tavsiyam va qanaqadir bir iltimosim. Bolajonlarni yoshiga nisbatan, yoshiga qarab qo'shiq tanlanglar. Hurmatli ustozlar. Chunki bor shunaqangi bolalarimiz borki, kattalarning qo'shig'ini me'yorida chiroyli qilib kuylab berishadi. Lekin siz uchun bu qo'shiq umuman to'g'ri kelmagan, chunki boshidan oxirigacha umuman tonda aytmadingiz va tonga tushmadingiz. Notaga tushmadingiz. Shuning uchun tavsiyam, bolalarning qo'shiqlari juda ko'p. Internetda ham bor, umuman bor. Bolalar qo'shig'idan kuylasangiz, kompozitorlar bolalarga juda ham moslatib yozganki, o'sha notalarga siz juda ham to'g'ri tushasiz. Lekin bu Sevara Nazarxonning qo'shiqlari murakkab. Murakkab. Siz bu qo'shiqqa nima desamkin, hali yoshlik qildingiz. Xurshid opa, men bilmoqchi edim. Bu qo'shiqni sizga o'qituvchingiz tanlab berdimi yo o'zingiz tanladingizmi aytaman deb? O'zim ham shu qo'shiqni yaxshi ko'raman, tanlab o'zim aytdim. Ozgina borda bu qo'shiqqada hali quloqlarini ochishimiz kerak bolani. O'zini yaxshi eshitmayapti. Balki hayajondandir, lekin vokalga ham juda og'ir qo'shiqda bu kattalik ijro qiladigan. Shunaqa qo'shiqlar o'ziga uvereni bo'lgan qo'shiqlar bilan kelganida, balki biz bolani iqtidorini yanada ko'proq ochib bergan bo'larmidi u qo'shiq. Shuning uchun bolajonlar o'zini yoshiga mos va xos bo'lgan qo'shiqlar kuylashsa, chiroyli chiqish bo'lgan bo'lardi. Rahmat sizga. Rahmat. Mening ismim Isroil Ulug'bek, Namangan viloyati Chortoq tumanidan keldim. Qo'shig'im Esrodi xonandaligidan Anne, Derya Bedovaning qo'shig'i. Bu qo'shiq taassurotlarim juda yaxshi.
Kalbimi kırıyorlar anne. Her gün biraz daha ağır yalanlar söylüyorlar. Her söz bir öncekine sağır. Ağır ağır iyileşiyor. Bağır çağır yaralarım. Bir yanım masum çocukluğum. Başıma okşa biraz anne. Anne beni anlayan yok. Omuzumda yüklerim çok. Seninkinde yer kaldıysa başıma kaysa biraz anne. Anne derdim dağlardan çok. Sorma halim hiç gücüm yok. Elinde derman kaldıysa başıma okşa biraz anne. Ağır ağır iyileşiyor. Bağır çağır yaralarım. Bir yanım masum çocukluğum. Bir yanım çıkma sokak anne. Xo'p, Isroilov Ulug'bek, yoshingiz nechida? 12. 12 yoshdasiz. Ovozingizdan, tembrlaridan bilinyapti o'sha nima deydi, Vostoka, Xurshid opa, sharqoniy nonalarga bor. Lekin bu qo'shiqda chiqarib bera olmayapsiz. No, ovozingizda o'shanga tortadigan nonalaringiz bor. Yana o'sha gap repertuarda nima deydi, bu qo'shiq ona haqida-da. Bu qo'shiqi juda ham katta dardli bu qo'shiq. Даже men ijro qilishga o'zim ba'zida hayiqib turaman-da. Buni juda chuqur ma'noga ega bo'lgan qo'shiqda. Mayli, xo'p, turkcha aytgisi kelibdi. Ko'p turkcha qo'shiqlar ham bunda o'zingizga mosroq, yengilroqlari bor-ku, nega o'shanaqalarni olmadingiz? Buni ham o'qituvchingiz berdi, to'g'rimi? Shu qo'shiq o'zim yoqdi-da. O'zingizga yoqadi, lekin ovoz imkoniyatlaringizdan kelib chiqib etsangiz, juda ham chiroyli bo'lardi. Chunki siz hozir konkursga qatnashyapsiz, to'g'rimi, ukajonim? Ha. Albatta, Xudo xolasa kelajakda bunaqa qo'shiqlarni zo'rini aytasiz, katta bo'lganingizda, lekin hozir yoshingizga mos, mayli turkcha bo'lsa ham, lekin o'zingizga, ovozlaringizga mosroq qo'shiq tanlaganingizda, lekin bilindi, tembringizda o'sha turk nolalariga bor narsalar bor. Hali ishlash kerak. Xudo xolasa men sizga omad tilayman, to'xtatmang. Ovozingizni yanada ochish kerak, Xudo xolasa. Écoute-moi, moi le chanteur est de mieux. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille Zoua, de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est rien des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, même si mes agneaux j'ai pas oui. Mais voilà dans le bruit et dans le silence. Regarde-moi, ou du monde ce qu'il en reste. Regarde-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres disent non, trop ne vous dira pas. Ces petites choses, mais moi tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, même si mes agneaux c'est fini, c'est ma gueule, c'est mon cri, elle m'a fait voir aussi. Regarde-moi, femme, émission aimée, mal tout ce que j'ai ici, c'est ma gueule, c'est mon cri. Mais voilà, mais voilà, mais voilà, voilà. Большое спасибо, Латифа. Очень красивая песня.
Все у тебя есть артистизм, у тебя прекрасный голос, ты прекрасно чувствуешь. Вот я почувствовала твою энергетику. Немножечко есть некоторые неточности, немножко есть фальшивые нотки, над которыми ты поработаешь обязательно. И я надеюсь, что ты в следующий раз еще лучше споешь. Большой тебе удачи. Спасибо. Спасибо. Я исполняла песню «Вуаля, Барбара Прави». Мне очень понравилось здесь выступать. Тут очень добрые жюри. Они говорят очень такие хорошие слова. Мне еще раз хотелось бы здесь побывать. Loyihamiz davom etadi. Mening yurtim telekanalidan uzoqlashmang.